Barchaga salom do'stlar. Bugungi videoyimiz sun'iy intellekt bilan birgalikda Telegram bot yaratish. Buning uchun ChatGPT ga birinchi o'rinda buyruqlarni berib olamiz. Meni buyruqlarim quyidagicha. Dastlab majburiy obunaga ega bo'lsin. Kanalga qo'shilgandan keyin botdan foydalanishga ruxsat bersin. Botga xush kelibsiz yozuvi chiqsin, kodni yuboring so'zi chiqadi. Foydalanuvchi kodlarni yuboradi va shuni orqasidan filmlarni qidirib topa oladi. Agar foydalanuvchi yuborgan kodda kino mavjud bo'lmasa, u holda boshqa bir kanalimizga, ya'ni o'sha kinolarning treyleri va videolari qo'yilgan maxsus Telegram guruhga olib boradi. Endi admin paneli haqida gaplashamiz. Admin qilib o'zingizni shaxsiy akkauntingizni ro'yxatdan o'tkazsangiz bo'ladi va o'sha botga siz kodlarni va kod ostidagi filmlarni yubora olasiz. Siz yuborgan filmlarni tahrirlash, o'chirish, statistika bo'limlari ham mavjud bo'lsin deb buyruq yubordim. Va bizdan kerak bo'ladigan narsalar: kanal username, misol uchun kino _tv va ikkinchi o'rinda bot fazerdan olingan bot tokeni. Buni ham qisqacha ko'rib o'tamiz. Buning uchun Telegramdan bot fazer deb qidirib olamiz. Bot fazerning rasmiy sahifasida galitchasi ham mavjud bo'lib, 9 milliondan ortiq foydalanuvchisi mavjud. Bu yerga start buyrug'ini berdim hamda nebot tugmachasini yubordim. Nebot. Birinchi bo'lib botning nomi, ya'ni men kinolar deb nomlab oldim. Ikkinchi o'rinda esa maxsus linki, ya'ni men linkga filmlar baza bot deb yubordim. Bir narsani esdan chiqarmaylik, oxirida bot yozuvi bo'lishi kerak. Yo'qsa bot fazer bunday botni yaratib bera olmaydi. Tabriklaymiz, filmlar baza botingiz yaratildi deb kelyapti va pastda maxsus IP token beryapti. Buni bitta ezganimizda matndan vaqtinchalik xotiraga nusxa olindi deb yozuv chiqyapti. Buni saqlab olamiz hamda hozirgi kodga yuboramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bot tokenini ushbu yerga kiritib oldim. Admin ID'si olishni ham eslatib o'taman. Admin ID'si olish uchun user info bot deb Telegramga qidirish beramiz hamda ushbu botga yozamiz. Salom deb yozsak ham yoki nuqta tashlasak ham o'zimizning ID'imizni beradi. Meni ID'im 742 308 43 48. Bu ID'ni ham kodimizga kiritib olamiz. ID'ni kiritib oldik. Kanal username ham kiritib oldik va maxsus kodlar uchun kanal. Ya'ni biz boshida eslatib o'tganimizdek, agar kodni yuborganda film chiqmasa, botimiz mana shu kanalni taklif qiladi va foydalanuvchilar ushbu kanaldan kinolarni kodlarini bilib olishlari mumkin bo'ladi. Ushbu kodni nusxalab olamiz hamda Visual Studio kodida tekshirib olamiz. Saqlab oldik. Ctrl+V tugmasini ezamiz. Ezganimizda bizning kodimiz tayyor chiqib kelyapti. Run tugmasini ezib ishlatib ko'ramiz. Bot ishga tushdi deb yozuv chiqyapti. Endi esa Telegramdan qidirib ko'ramiz. Telegramdan qidirib ko'ramiz. Filmlar baza bot. Mana bizning kanalimiz. Mana bizning botimiz.
Botga boshlash tugmasini yozamiz. Xush kelibsiz. Film kodini yuboring. Va yana bir narsa, Kinolar botini o'zingizni obuna bo'ladigan kanalingizga admin qilib qo'yishni unutmang. Agar admin qilib qo'ymasangiz, foydalanuvchilar kanalingizga qo'shilganligini bilmay qoladi va xatolik yuzaga kela boshlaydi. Endi esa biror bir kino kodini yuborib ko'ramiz. Misol uchun 52. Ushbu kodli film hali yuklanmagan. Kino kodlari deb pastda bizni kinolarni yuboradigan kanalimizni ko'rsatib beryapti. Endi esa biror bir film yuklab ko'ramiz. Film yuklash uchun add buyrug'ini beramiz. Ya'ni bu inglizchada qo'shish degan ma'noni bildiradi. Kino kodini yuboring. Filmlarning kodini tartib bilan yozgan ma'qulroq. Chalkashliklar bo'lmaydi. Shuning uchun bir raqamni yuboramiz. Kinoni yuboring. Kinoni yuborishda istalgan kanaldan uzatish qilib olishimiz mumkin. Bu sizga ortiqcha muammo bermaydi. Kino haqida ma'lumotlarni yuboring. Film haqidagi ma'lumotlarni shunchaki kopirovat qilib qo'yvasak bo'ladi. Kino saqlandi. Kinoni kodi 1. Endi esa tekshirib ko'ramiz. Botimiz juda ham chiroyli bo'lib ishlab bermoqda. Shu va shunga o'xshagan videolarni kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoyimizda esa ushbu kodni bepul serverga joylashni ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.